Mana bunaqa toster noni kerak bo'ladi. Qaranglar, toster nonni qattiq joylarini mana bunaqa qilib kesib tashlaymiz. Mana xuddi mana bunaqa to'ril tarafini ham. Buni mana bunaqa qilib juva yordamida bosib mana ochib olamiz. Men qadr kam istoriya kamroq bo'lishi uchun mana tayyor ochilganini ko'rsatib ketaman. Mana xuddi shunaqa qilib yupqa qilib yoyib olamiz. Bunga xohlagan uyda bor shokoladli pastadan surasizlar. Mana surib olamiz. Qizlar, mana bananni tozalab oldim, ikkiga bo'lib oldim. Xuddi shu nonni razmerida qilib, endi mana bunaqa rulet ko'rinishda o'rab olamiz. Ruletlarimizni yaxshilab unlab olamiz. Mana yonlari bilan unlagandan keyin tuxumli massamizga solamiz. Bu yerda tuxumni chaqib aralashtirib oldim. Xohlasanglar ozgina tuz ham sovursanglar bo'ladi. Shirinlik bo'lganligi uchun men tuz solmadim. Mana bu yog'iga talqonga yaxshilab belab olamiz. O'rtacha qizib turgan yog'imizga solib qovurishni boshlaymiz. Juda ham tez kuyib ketishi mumkin talqon, shuning uchun qizlarjonlar aylantirib turinglar, tillarang bo'lgungacha.